Urganch, Toshkent va albatta Toshkent Urganch yo'nalishi bo'ylab sizga taksi kerakmi? Yoki-da Urganchdan Toshkentga dostavka, posilka yuk yuboracaksiniz. Yoki-da bo'lmasam Toshkentda o'tirib Urganchga posilka, dostavka yuk yuboracaksiniz. Lekin sizga ishonchli taksi kerak. Bundan tashqari siz Beruniyda bo'lsangiz ham, To'rtko'lda bo'lsangiz ham, Beruniy, To'rtko'l, Toshkent yo'nalishi bo'ylab ham taksi va albatta yuk dostavka xizmatlari, posilka xizmatlari mavjud. Buning uchun именно inoshi bota murojaat etib turib ishlaringizni bitirsangizlar bo'ladi. Misol, birov Ozonda yo'lga chiqib ketishina to'g'ri keladi, birov Geshda yo'lga chiqib ketishina to'g'ri keladi, yoki-da kimdir birdan srochniy buyana yuk yuborishina to'g'ri gap qiladi. Ana shunday vaqtda qisinib, qiynalib, o'ylanib yurmaslik uchun именно inoshi botni silkani ichine girib turib, bemalol murojaat etib ishlaringizni bitirsangizlar bo'ladi. Urganch, Toshkent va albatta Toshkent Urganch yo'nalishi bo'ylab sizga taksi kerakmi? Yoki-da Urganchdan Toshkentga dostavka, posilka yuk yuboracaksiniz. Yoki-da bo'lmasam Toshkentda o'tirib Urganchga posilka, dostavka yuk yuboracaksiniz. Lekin sizga ishonchli taksi kerak. Bundan tashqari siz Beruniyda bo'lsangiz ham, To'rtko'lda bo'lsangiz ham, Beruniy, To'rtko'l, Toshkent yo'nalishi bo'ylab ham taksi va albatta yuk dostavka xizmatlari, posilka xizmatlari mavjud. Buning uchun именно inoshi bota murojaat etib turib ishlaringizni bitirsangizlar bo'ladi. Misol, birov Ozonda yo'lga chiqib ketishina to'g'ri keladi, birov Geshda yo'lga chiqib ketishina to'g'ri keladi, yoki-da kimdir birdan srochniy buyana yuk yuborishina to'g'ri gap qiladi. Ana shunday vaqtda qisinib, qiynalib, o'ylanib yurmaslik uchun именно inoshi botni silkani ichine girib turib, bemalol murojaat etib ishlaringizni bitirsangizlar bo'ladi.